O'zi aslida klinika uchun qaysi biri moliyaviy jihatdan foydali? Ko'p tarmoqli bo'lishmi yoki bitta yo'nalishga ixtisoslashishmi? Ushbu videoda ko'p tarmoqli klinika hamda bitta to'g'ri yo'nalishda ixtisoslashgan klinikani solishtirib chiqamiz. Solishtirganda ham aynan sotuv bo'limi tomonidan turib qaraymiz. Nimaga aynan sotuv bo'limi prizmasidan qarashimiz kerak degan savol sizga tug'ilayotgan bo'lsa, har qanday biznesda, ayniqsa klinika biznesida mijozlarni aniq ehtiyojlarini, ularni aniq og'riqlarini faqatgina sotuv bo'limi his qila oladi. Va agarda sizda to'g'ri sotuv bo'limi yo'lga qo'yilmaydigan bo'lsa, marketingga ajratayotgan millionlab pullaringiz shunchaki havoga uchib ketadi. Ikkita klinikani misol qilib olaylik. Birinchi klinika ko'p tarmoqli klinika sifatida faoliyat yuritadi. Unda urolog ham bor, androlog ham bor, ginekolog ham bor, terapevt ham bor, statsionarda yotib davolanish ham bor, laboratoriya tahlillari ham bor, bolalar, kattalar massaji ham bor. Kerak bo'ladigan bo'lsa, jarrohlik amaliyotlarini ham amalga oshiradi. Ikkinchi klinika esa bitta tor yo'nalishda ixtisoslashgan. Keling misol sifatida urologiya hamda andrologiya yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Ushbu videoda har ikkala klinikani ish faoliyatini to'liq tahlil qilamiz. Faqatgina biznes nuqtai nazardan tahlil qilamiz va aslini olganda qaysi yo'nalishni tanlash klinika uchun moliyaviy jihatdan, biznes nuqtai nazardan foydali ekanligini ko'rib chiqamiz. Har ikkala klinika ham oyiga minglab dollar byudjetni marketing uchun sarflashadi. Blogerlar bilan kollaboratsiya qilishadi, lead generatsiyani amalga oshirishadi. Oddiy qilib aytganda, bugungi kunda klinika biznesi uchun talab qilinadigan barcha instrumentlardan foydalanishadi. Birinchi navbatda bitta yo'nalishda ixtisoslashgan klinika mijozlarini portretini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ularni muammolari, og'riqlari, e'tibor beradigan jihatlari, to'lov qobiliyatlari bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. Men hamma mijozlarni portreti bir xil bo'ladi, hammasining ehtiyojlari bir xil bo'ladi demoqchi emasman. Bir-biriga yaqin bo'ladi deb aytmoqchiman. Har holda ko'p tarmoqli klinika mijozlarini portreti kabi rang-barang bo'lib ketmaydi. Shunda ham bitta yo'nalishda ixtisoslashgan klinikani mijozlarini o'rtacha hisobda 4 ta yoki 5 ta mijoz portreti paydo bo'ladi. Xo'sh, o'zi mijoz portreti nima degani? Mijoz portreti degani sizni xizmatlaringizdan foydalanish potensiali yuqori bo'lgan yoki sizni mijozlaringizni ichki xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni ularni e'tibor beradigan jihatlari, to'lov qobiliyati, og'riqlari, muammolari, bu og'riqlar uchun qachon nechta pul to'lashga tayyor ekanligi. Ya'ni oddiy qilib aytganda, mana shu sizning xizmatlaringizdan foydalanish ehtimoli bor bo'lgan mijozlarni vizual ko'rinishi. Faqatgina bu vizual ko'rinish aniq ma'lumotlar asosida qaytadan yig'iladi. Qanchalik mijoz portreti aniq chiziladigan bo'lsa, shunchalik sotuvlarni oshish ehtimoli yuqori bo'ladi. Sababi portretni chizish orqali mijozning keyingi qarorini oldindan aniqlash mumkin. Aytaylik, 35 yoshlar atrofidagi erkak siydik yo'llarini yallig'lanish bilan bog'liq muammo bilan aziyat chekmoqda. O'zida mana shu muammoni his qilishi bilan birdan vrach qabuliga shoshilmaydi. Birinchi o'zi mustaqil davolanishga harakat qilib ko'radi. Har xil tabobatlardan foydalanib ko'radi, tabiiy mahsulotlarni ichib ko'radi, batlar, vitaminlar yoki aptekalarda har xil mazali preparatlarni qabul qilib ko'radi, xalq tabobatiga murojaat qiladi yoki ikkinchi bosqichda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu kasallik uchun qanaqadir yechimlar qidirishga harakat qilib ko'radi. Googledan, ChatGPTdan yoki Instagramdan nimadir yechimlarni olishga astoydil harakat qiladi. Oxiri natija bo'lmagandan keyingina vrachga borish kerak degan tushuncha uni ongida, uni miyasida saqlanib qilingan bo'ladi, oddiy qilib aytganda. Vaholanki ushbu erkakda o'z sog'lig'i haqida o'zi mustaqil qaror qabul qilish imkoniyati mavjud bo'lsa ham, vrachni eng oxiriga qo'yadi. Ya'ni varonkani oxirida vrach turadi. Ungacha esa mustaqil o'zi harakat qilishga intiladi. Bunda bir necha sabablar bo'lishi mumkin. Psixologik travmalar,
oilaviy sabablar, moliyaviy muammolar yoki o'zini sog'lig'iga vaqt ajrata olmaslik yoki o'z sog'lig'iga bee'tiborlik ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mijozda og'riq bor, bu og'riq uchun vrachda tayyor yechim bor, lekin u mana shu yechimdan foydalanishga shoshilmaydi. Nega? Yuqorida aytib o'tganimdek, buni juda ham ko'plab sabablari bo'lishi mumkin. Lekin mana shu sabablardan biri, ya'ni eng ko'p kuzatiladiganlardan biri o'zida mana shu muammo bo'lsa ham o'zini hali kasal deb his qilmaydi. Ya'ni u ichkaridan o'zini kasal ekanligini ignor qiladi. Vrachga esa kasal bo'lib ilojsiz holatdagina borish kerak degan tushunchaga ega bo'lgan bo'ladi allaqachon. Yana qo'shimchasiga shunaqa holat ham yuzaga kelgan bo'lishi mumkinki, bir vaqt o'zida siydik yo'llarni yallig'lanish bilan birgalikda jinsiy faoliyatda ham buzilishlar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Keling tasavvur qilaylik, jinsiy zaiflik, bepushtlik, ereksiyani yo'qolishi yoki boshqa holatlar ham paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar ushbu holat kuzatiladigan bo'lsa, ushbu mijoz yanada ko'proq yopiladi, yanada ko'proq vrachdan uzoqlashadi. Unga endi ikkinchi qulf ham ilingan bo'ladi. Men hamma mijoz shunaqa bo'ladi deb aytmoqchi emasman. Misol tariqasida bitta mijoz portretini birgalikda chizyapmiz. Shuni hisobga oling. Uzoq yillik tajribamga asoslanib shuni aytishim mumkinki, jinsiy tomonlama buzilishga ega bo'lgan erkaklar mustaqil qaror qabul qilishga juda ham qiynalishadi. Ya'ni ular o'zini sog'lig'ida muammolar yuzaga kelayotganini aniq bilishadi, lekin yopiqlik qozon yopiqligicha qolishini xohlashadi. Ya'ni ularni oldida ikkita dilemma turadi. Yoki vrachga bog'lab hamma narsani etib sharmanda bo'lish yoki buni hech kimga aytmasdan qozonni yopiqligicha qoldirish. Ular har doim ikkinchi variantni tanlashadi. Vaholanki qaror qabul qilish to'liq o'zlarining yelkalarida, lekin ularda bu qarorni qabul qilish uchun duh yetishmaydi, oddiy qilib aytganda. Aynan mana shu tipdagi mijozlarga sotuvlarni amalga oshirish uchun davka metodidan foydalaniladi. Ya'ni mijozni murakkab savollar berish orqali tupikka tiqiladi va barcha chiqish yo'llari berkitiladi. Jinsiy zaiflik bilan yoki jinsiy faoliyatni buzilishi bilan aziyat chekayotgan, uzoq vaqtdan beri davolanishni ortga surayotgan mijozlarga davkadan-da ko'ra samaraliroq sotuv metodlari hozirchalik yo'q. Ya'ni siz qanchalik tushuntirishga harakat qilmang, qanchalik ushbu mijozga o'zini holati jiddiy muammolarni yuzaga keltirish mumkinligini anglab yettirishga urinmay, baribir u bu narsalarni tushungani bilan, anglagani bilan qarorni qabul qila olmaydi. Chunki psixologik holatida xuddi shunaqa buzilishlar yuzaga kelib bo'lgan bo'ladi. Endi esa ikkinchi turdagi mijoz portretini chizamiz. Ya'ni endokrinolog xizmatlariga ehtiyoj sezadigan mijozlar portretini ko'rib chiqaylik. Ko'pincha aksariyat holatlarda ayollar murojaat qilishadi, taxminan 60-70% tashkil qiladi. Oxirgi paytlarda bolalarni endokrinologga bo'lgan murojaati ham anchagina ortib bormoqda. Endokrinologga murojaat qilayotgan ayollarni aksariyatida ortiqcha vazn yuzaga kelgan bo'lishi mumkin, hayz siklida muammolar kuzatilayotgan bo'lishi mumkin, ichki buqoqi yoki zopi bo'lishi mumkin yoki boshqa naslik bo'lmagan kasalliklar bilan, ya'ni gormonal fondagi o'zgarishlar bilan aziyat chekayotgan bo'lish ehtimoli anchagina yuqori bo'ladi. Qo'shimchasiga ushbu turdagi auditoriyadan birinchi kontaktni olishingiz anchagina oson hisoblanadi. Ya'ni agarda siz urologik kasalligi bor bo'lgan erkaklar uchun bitta reklama kampaniyasi, endokrin tizimi kasalliklari bilan og'riyotgan ayollar uchun bitta reklama kampaniyasini yoqadigan bo'lsangiz, target orqali erkaklardan ko'ra ayollarning zaifkalari anchagina ko'p bo'ladi va lead narxi ham anchagina arzon hisoblanadi ayollarda erkaklarga nisbatan. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq. Ya'ni uy bekalari yoki uyda o'tiradiganlar yoki ishda bo'lgan taqdirda ham ayollar muntazam ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishadi, ya'ni aktiv holatda bo'lishadi. Ikkinchidan, ayol psixologiyasi shunaqaki, erkaklardan farqli ravishda o'zida qanaqadir muammolar bo'lganda yordam olishga oshiqadi.
Lekin ayollar auditoriyasida birinchi kontakt ko'p bo'lgani bilan, ya'ni yordam olishga oshiqishi tez bo'lgani bilan, oxirgi qarorga kelganda ularda ham muammolar kuzatilishni boshlaydi. Faqat bu muammolar erkaklarnikiga tashqi tomondan o'xshashi mumkin. Ya'ni ular ham mustaqil qaror qabul qila olishmaydi. Lekin bu ichki to'siqlar tufayli emas, tashqi ta'sirlar tufayli yuzaga keladi. Ya'ni xo'jayinimdan so'rayman, erim bilan maslahatlashim kerak, turmush o'rtog'imdan so'ramasdan turib biror ish qila olmayman, qaynonam ruxsat bermaydilar kabi e'tirozlar yuzaga kelishi tabiiy holat hisoblanadi. Aynan mana shunaqa holatlarda biz erkaklarga qo'llaniladigan davka metodini ayollarga qo'llay olmaymiz. Sababi birinchidan ushbu holat haqiqatan ham real bo'lishi mumkin. Ya'ni chindan ham turmush o'rtog'idan ruxsat so'ramasdan turib ish qila olmasligi mumkin. Ya'ni mustaqil qaror qabul qilishga haqiqatan ham qiynalayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, buni aksariyat holatlarda bahona sifatida ishlatishadi, lekin haqiqatan so'rash kerakligini ham xayolimizdan chiqazmasligimiz ham kerak. Agar mana shunaqa holatlarda ayollar auditoriyasiga davka qilishga harakat qiladigan bo'lsangiz, ular zigzag usuldan foydalanadi, ketma-ket bahonalarni to'qib, telefonni o'chiradi. Ikkinchi marta telefon qilganingizda esa siz blok bo'lgan bo'lasiz yoki ular umuman telefonni ko'tarishmaydi. Ya'ni shunchaki g'oyib bo'lib qolishadi. Ushbu holatda ayollarni nozik his qila oladigan, tushuna oladigan sotuv menejerlari kerak bo'ladi. Aslini olganda erkaklar auditoriyasiga ham asossiz davka qilinadigan bo'lsa, xuddi shunaqa holat kuzatilishi ehtimoli juda ham yuqori. Siz bilan urologik kasalliklar bilan og'riyotgan erkak hamda endokrin tizimi kasalliklari bilan og'riyotgan ayol mijozini portretini ko'rib chiqdik. Ushbu portretda lokatsiya, to'lov qobiliyati, e'tirozlari, muammolari, og'riqlariga qarab o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bitta tor yo'nalishdagi klinikani ham eng kamida 4-5 xil portretdagi mijozlari paydo bo'ladi. 4-5 xil portret degani 4-5 xil og'riq, 4-5 xil muammo, 4-5 xil yechim va 4-5 xil bosh og'riq degani aslini olganda. Ya'ni har bitta mijoz individual, ular bir-biriga yaqin bo'lishi mumkin, lekin oxirida hamma o'zini shaxsiy qarorlarini qabul qiladi. Aynan har xil mijoz portretiga ega bo'lgan klinikada sotuv menejerlarini ishlashi juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni sotuv menejeri qanchalik professional bo'lmasin, ushbu 4 xil, 5 xil mijoz portretini barchasiga birdek sota olmaydi. U faqatgina ma'lum bir portret asosidagi mijozlarga sota oladi. Qolgan mijozlarga esa qanchalik harakat qilmasin, psixotipdagi farq, psixologiyadagi farq, bir-birini tushuna olmaslik yoki boshqa faktorlar tufayli baribir sota olmaydi. O'zingizdan ham, o'zingizni sohangizdan ham misol keltiradigan bo'lsak, bitta vrach ham kardiolog, ham endokrinolog, ham urolog vazifasini bajara olmaganidek, bitta sotuv menejeri ham hamma portretdagi mijozlarga sotuvlarni amalga oshira olmaydi. Endi tasavvur qiling, ko'p tarmoqli klinikasiz va 5 xil yo'nalishda xizmat ko'rsatasiz. Har bir yo'nalishda eng kamida 5 ta mijoz portreti bor deganimizda, sizda mijozingizda eng kamida 25 xil portreti bor. 25 xil portret degani bu bitmas tuganmas e'tirozlar, muammolar va bosh og'riqlar degani aslini olganda. Bunday holatda nafaqat 5 xil yo'nalishdagi xizmatlaringizni sota olishmaydi sotuv operatorlari, balki tuzukroq ma'lumotni ham bera olishmaydi. Sababi bitta narsani to'g'ri tushuning, ular sotuv menejerlari, shifokor emas. Aynan mana shu holatdan keyin sotuv menejerlari birin-ketin sizdan ketib qolishni boshlaydi. Siz oyliklarni qanchalik ko'tarmang, sizda uzoq muddat qolishmaydi. Sababi sizda sotuv bo'limi mavjud emas. Sizda bitmas tuganmas e'tirozlar markazi bor xolos. O'zingiz ham bir xil muammo bilan 10 ta mijoz kelsa ko'proq charchaysizmi yoki 10 ta mijoz 10 xil problema bilan boshingizni qotirsa ko'proq charchaysizmi? Aynan mana shu holatdan keyin ish sifatida juda ham jiddiy pasayish yuzaga keladi va faqatgina stress paydo bo'ladi sotuv menejerlarida.
Bunday holatda nafaqat sotuv menejerlari 25 xil portret ichida boshlari aylanib qolishadi, balki marketing bo'limi ham bir vaqtda o'zida 5 ta yo'nalishlar bo'yicha kontentlarni amalga oshirishlari kerak. 25 xil portretga ushbu kontentlar qiziqarli bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy qilib aytganda, bitta siz bilan ishlashning o'rniga 5 ta har xil yo'nalishdagi klinika bilan ishlash ular uchun qiziqarli va foydali. Aslida bitta o'zingiz ulardan 5 xil kontent so'raysiz, lekin 5 ta kompaniyani to'lovini amalga oshirmaysiz. Shuning uchun ham marketing bo'limlari siz bilan ishlashga ozgina sovuqqonroq munosabat qilishni boshlashadi. Lekin bunda ularni ayblab bo'lmaydi. Haqiqatan ham bir vaqt o'zida 5 xil yo'nalishda xizmat ko'rsatadigan klinikaga xizmat ko'rsatish anchagina qiyin va mashaqqatli ish hisoblanadi. Lekin siz ham to'g'ri tushunsangiz bo'ladi, siz ham ularga 5 barobar oylik to'lashga moliyaviy tomonlama anchagina qiynalasiz. 5 xil yo'nalishda xizmat ko'rsatganingizda nafaqat sotuv bo'limi, nafaqat marketing bo'limida, balki o'zingizda vrachlarni ishga olish bilan bog'liq muammolar ham yuzaga keladi. Ya'ni meditsinskiy tomonlama ham ushbu tizimni yo'lga qo'yishingiz anchagina murakkab. Har biriga jihozlar kerak, har biriga xodimlar kerak, har biriga alohida sharoit kerak, har birining muammosi har xil. Endi sizga savol, mana shuncha bosh og'rig'iga chidashga kuchingiz yetadimi? Ikkinchi savol esa, qancha vaqtga kuchingiz yetadi? O'zi klinikada qachon marketing bo'limi, qachon sotuv bo'limi yo'lga qo'yiladi? Qachonki katta ob'yomda ko'plab mijozlarni bir vaqtda o'zida qabul qilish uchun. Endi sizga bitta savol, mana shu mijozlar katta ob'yomda va ularning portreti har xil, muammolari har xil. Siz mana shu mijozlarni har biriga xizmat ko'rsata olasizmi sifatli? Balki mana shu katta ob'yomdagi mijozlaringizda muammolari bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, kamroq xarajat, kamroq mehnat, kamroq bosh og'riq qilishingizga to'g'ri kelar. Bundan tashqari 5 ta yo'nalishda hammasi ham o'ziga ketayotgan xarajatlarni qoplashga kuchi yetmayotgandir. Qaysidir bir yo'nalishlar ko'proq daromad qilyapti, qaysidir yo'nalishlar esa minusda, bir-birini qoplab plus-minus bo'layotgandir. Oxirgi savol, o'zi klinikangiz foydadami? Uni oxirgi marta qachon hisoblab ko'rdingiz? Agar siz klinika egasi yoki tadbirkor bo'lsangiz va o'zingizning mijozingizni portretini aniq tushunib yetmagan bo'lsangiz, ko'p tarmoqli klinika bo'lasizmi, bitta yo'nalishda ixtisoslashgan klinika bo'lasizmi, baribir foydaga chiqishingiz, daromadga chiqishingiz, o'zingizning xarajatlaringizni qoplashingiz anchagina murakkab ish bo'lib qolaveradi. Shuning uchun hammasini qilishdan oldin birinchi navbatda sizning o'zi mijozlaringiz kim? Ularning og'riqlari nimada va ular mana shu og'riqlarni hal qilish uchun qachon, nechta pul to'lashga tayyor degan savollarga javob topishingiz juda ham muhim. Marketing bo'limini oldim, sotuv bo'limini oldim degani katta ob'yomda ishlash uchun konveyerdek sotuvlarni amalga oshirishga qadam qo'ydim degani. Endi konveyer sifatida ishlashingiz uchun esa siz bir xil siryodan foydalanishingiz kerak. Ya'ni tasavvur qiling, Novoyga har kun har xil un berdingiz. Uni nonlari har kun har xil chiqishdan tashqari juda ham ko'p nonlar brak bo'laveradi. Ya'ni oddiy qilib aytganda oqib ketadi, kuyib ketadi, yonib ketadi, tushib ketadi va hokazo. Sotuv bo'limida ham xuddi shunaqa. Agarda siz sotuv menejerlaringizga bir xil lidlarni, bir xil siryoni bergandek bermasangiz, sizda ochiq raqamlar, nidazvollar, o'ylab ko'raman, maslahat qilib ko'raman, adashibman, kerak emas xizmatlaringiz, keyinroq sotib olaman degan mijozlar shunchalik ko'p bo'laveradi. Shuning uchun ham sizga bitta tavsiya, siryoni bir xil qiling. Ya'ni lidlar bir-biriga juda ham yaqin bo'lishi kerak. Agar sizga ushbu savollarning javobi juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali menga aloqaga chiqib, mendan ushbu yo'nalishlar bo'yicha konsultatsiya olishingiz mumkin. Rahmat e'tibor uchun.